Zamonaviy shaharsozlik infratuzilmasi rivojida bunyodkorlik ishlarining sifatli va tizimli olib borilishi, ko'rkam binolarning qadroslashi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq qurilish jarayonida sifat va belgilangan me'yorlarga rioya etish eng asosiy talablardan biri hisoblanadi. Chunki har bir bosqichning puxta bajarilishi kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Namangan viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar davomida bir qator kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Uy-joy xarid qilish jarayonida uning sifatli, mustahkam va belgilangan me'yorlar asosida qurilganiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu albatta tabiiy holat. Aslida barcha masala qurilish ishlarining tasdiqlangan loyiha va me'yoriy hujjatlar asosida olib borilishiga borib taqaladi. Namangan viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Chust tumanida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ham shunday holatlar aniqlandi. Jumladan, Birlik mahallasi hududida bunyod etilayotgan ko'p qavatli turar joy binosida loyiha smeta hujjatlaridan chetga chiqilgan holat qayd etildi. Ya'ni dastlab 7 qavatli etib belgilangan bino amalda qo'shimcha mansardda qavat bilan 8 qavatli qilib qurilganligi aniqlandi va ushbu ortiqcha qurilgan qismini buzish ishlari boshlandi. Endi kamchilik nimada bu yerda me'yordan balandlik oshib ketganligi hisobiga 7 qavatli bino bo'lib, 8-etaji loyihada ko'rsatilmagan tex pomeshcheniya bo'lib, uning balandligi me'yordan oshib ketganligi sabab hozir inspektorlar tomonidan kamchilik aniqlandi va o'z joyida bartaraf etilyapti. Navbatdagi manzil Yangi O'zbekiston massivida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy binolari mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar jarayonida qurilish ishlarida bir qator kamchiliklar aniqlandi. Xususan, loyiha asosidagi o'quv binoda g'isht terish ishlari sifatsiz bajarilganligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni gorizontal va vertikal choklarning qalinligi, to'ldirilish darajasi hamda bir xillik me'yorlari buzilgan. Ayrim joylarda esa choklar yetarlicha qorishma bilan to'ldirilmaganligi va standart o'lchamlarga rioya etilmaganligi aniqlandi. Ushbu kamchiliklar yuzasidan sifatsiz deb topilgan ishlar joyida bartaraf etilib, buzish ishlari amalga oshirildi. Bu kamchiliklar juda be'tiborli bo'lganligi uchun hammasini inobatga olamiz va hozir ish jarayonida sirazi kamchiliklar, xatolar, to'g'rilar hammasini bartaraf qilamiz. Bundan keyin bunaqa xatolar qayta takrorlanmaydi. Prorablarimiz juda be'tibor bo'lgan. Shuning uchun uzun so'raymiz. Hamma obyektlarni bir qatorda o'zimiz nazoratga olib, qaytib bunaqa kamchilik bo'lmasligini oldini olamiz. Aniqlangan barcha kamchiliklar yuzasidan mas'ul tashkilot va xodimlarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Ikkita obyekt o'rganildi. Birinchi obyektimizda noqonuniy tarzda qo'shimcha qavat qo'shish holati aniqlandi. Ikkinchi obyektimizda loyiha talablariga zid ravishda g'ishtning vertikal va gorizontal choklari qorishma bilan to'liq to'ldirilmaganligi aniqlandi. Undan tashqari plitalar orasida qo'shimcha o'sha qorishma bilan to'ldirilmasdan plitalarni montaj qilib ish jarayoni olib borilayotgani aniqlandi. Bu bo'yicha qurilish davlat nazorati elektron tizimida ishtirokchilarga tegishli ko'rsatmalar berildi va bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida tegishli tushuntirish ishlari olib borildi. Viloyatda qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash, xavfsizlik me'yorlariga rioya etish va aholi uchun sifatli uy-joylar barpo etishga qaratilgan tizimli ishlar davom etmoqda. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.